Bugungi darsimiz o'tishni to'xtatadigan tasvirlar haqida. Marketing vizuallar mahsulot fotosuratlaridan farqli vazifani bajaradi. Ular shunchaki ko'rsatibgina qolmay, balki suhbatni to'xtatib, o'ziga jalb qiladi va ishontiradi. Shovqinli tasmada sizning tasviringiz qiymat, his-tuyg'u yoki qiziqishni ifodalash uchun bir necha soniya vaqtga ega. Ushbu darsda siz Midjourney'da dadil esda qolarli marketing vizuallarini qanday yaratishni o'rganasiz. Reklamalar, qo'nish sahifalari va kompaniyalarda ishlash uchun yaratilgan tasvirlar. Marketing vizuallari qanday qilib boshqacha fikrlaydi? Kuchli marketing vizuallari odatda quyidagilarga ustuvor ahamiyat beradi. Realizmdan ustun hissiyot. Noziklikdan farqli o'laroq, xabarning aniqligi tafsilotlardan aniqligidan ustundir. Bu betartiblik degani emas. Bu ataylab bo'rttirish va aniq diqqatni jamlashni anglatadi. Rasmdan emas, balki xabardan boshlang. Matnni yozishdan oldin uning maqsadini aniqlang. Tomoshabin nima his qilishi kerak? Ular qanday choralar ko'rishlari kerak? Bir qarashda nima ajralib turadi? Sizning taklifingiz avval g'oyani aks ettirishi kerak, vizual materiallar uni qo'llab-quvvatlaydi. Ssenariy: fitness ilovasi uchun onlayn reklama. Bu safar sizga fitness ilovasi reklama kompaniyasi uchun vizual materiallarni yaratish taklif qilingan deb faraz qilaylik. Maqsad: tasmada e'tiborni jalb qiling, energiya va transformatsiya haqida xabar bering, jasur, zamonaviy, ilhomlantiruvchi his qiling. Bu shunchaki realistik fotosessiya emas, balki xabarga tasvirlangan tasvirdir. Nima uchun yuqori tartibsizlik ko'pincha reklamalar uchun foydali? Bu ko'proq o'zgaruvchanlik va vizual ajablanib yaratadi. Bu izchillikni saqlaydi, bu realizmni yaxshilaydi. To'g'ri, syurpriz aylanishni to'xtatishga yordam beradi. Nima uchun betartiblik marketing vizuallariga yordam beradi? Mahsulot tasvirlaridan farqli o'laroq, marketing vizuallari ko'pincha o'zgaruvchanlik, kutilmagan hodisalardan foyda ko'radi. O'rtacha betartiblik qiymati quyidagilarni amalga oshirishi mumkin. Kutilmagan kadrlashni joriy etish, kuchliroq kontrast yaratish, tasvirlarni kamroq oldindan aytib bo'ladigan qilib ko'rsatish. Bu gavjum joylarda vizual tasvirlarni ajratib ko'rsatishga yordam beradi. G'alatilik bilan jasorat qo'shish. G'alatilik g'oyalarini kutilgandan ham oshib ketadi. Ehtiyotkorlik bilan ishlatilsa, u quyidagilarni amalga oshirishi mumkin. His-tuyg'ularni bo'rttirib ko'rsatish, ajoyib metaforalarni yaratish, vizuallarni esda qolarli qilish. Marketing nuqtai nazaridan g'alatilik xabarni qo'llab-quvvatlashi kerak, uni chalkashtirib yubormasligi kerak. G'alatilik kuchaygandan keyin nima eng ko'p o'zgardi? Tarkibi bir xil bo'lib qoldi, tasvir yanada realistik bo'lib qoldi, vizual yanada bo'rttirilgan va ifodali bo'lib qoldi. To'g'ri, endi vizual effektlar yanada ajralib turadi. Diqqatni tortadigan yoritish. Marketing vizuallari kontrastga asoslangan holda rivojlanadi. Samarali yoritish tanlovlari quyidagilardan o'z ichiga oladi. Kuchli yo'nalishli yorug'lik, obyektni fondan ajratish uchun chekka chiroqchasi, dramatik soyalar. Ushbu usullar ko'zni darhol yo'naltiradi. Kuchli his qiladigan kompozitsiya. Marketing vizuallari ko'pincha dinamik kompozitsiyadan foydalanadi. Umumiy usullar: markazdan tashqari ramkalash, diagonal chiziqlar, yaqin yoki past ko'rinishlar. Bular harakat va intensivlikni yaratadi. Marketing vizual tizimini loyihalash. Kuchli marketing vizuallari ko'pincha quyidagilardan birlashtiriladi. Ifodali so'rovlar, variatsiya uchun yuqori tartibsizlik, eslab qolish uchun boshqariladigan g'alatilik, dramatik yoritish va burchaklar. Birgalikda bular tasodifiyliksiz ta'sir yaratadi. Qaysi sozlama jasur marketing vizualiga eng mos keladi? O'rtacha tartibsizlik, boshqariladigan g'alati dramatik yorug'lik, home rejim, minimal yorug'lik, yassi yoritish va markazlashtirilgan ramka. Qancha ko'p tavakkal qilsangiz, natija shuncha yaxshi bo'ladi. Ushbu vizual qayerda eng yaxshi ishlaydi? Ushbu yondashuv ayniqsa quyidagilar uchun samarali. Ijtimoiy maqsadli reklamalar, qo'nish sahifasi qahramonlari bo'limlari, kompaniya bannerlari, ilovalaridan reklama qilish uchun vizual materiallar. Har bir kontekst bir qarashda aniqlikdan foyda oladi. Qo'nish sahifasi qahramoni tasviri uchun eng muhimi nima? Maksimal tafsilot, mukammal realizm, darhol vizual ta'sir va aniq his-tuyg'ular. Maksimal tafsilot. Xato. Aslida bu yerda tafsilotlar yoki realizm unchalik zarur emas. Muhimi hissiyotlarni uyg'otish. Ta'sir uchun dizayn. Kuchli marketing vizuallari nozik bo'lishga qaratilgan emas,
Ular ajralib turish, tezkor muloqot qilish va hissiyotlarni qo'zg'atish uchun mo'ljallangan. To'g'ri parametrlarni maqsadli yoritish, kompozitsiya va nuqtai nazar bilan birlashtirish orqali siz Midjourney shunchaki tasvir generatoriga emas, balki marketing dizayni vositasiga aylantirasiz. Xulosa: endi siz quyidagilarni qilishingiz mumkin. Diqqatni tortadigan reklama vizuallarini yarating. Xaos va g'alati narsalardan maqsadli foydalaning. Yorug'lik va burchaklar orqali diqqatni yo'naltiring. Reklama va qonun sahifalari uchun vizuallarni moslashtiring. Bu ko'nikmalar sizni tasvirlaringizga nafaqat yaxshi ko'rinishga, balki ularning samaradorligiga ham yordam beradi. Keyingi dars siz blogingiz va ijtimoiy tarmoqlardagi hikoyalaringizni to'g'ri vizual vositalar bilan qanday yaxshilashni o'rganasiz. Bizni kuzatib boring.